Juda ham ko'p hozir menga savol ko'p tushyapti. Mana bu 4 ta rejimli programma haqida. Eco, Sport, Winter, обычный rejimlar haqida fikringiz qanday deb juda ham ko'pchilik so'rashadi. Har kuni bitta javob berganda, hammaga bitta qilib javob berib o'tib ketaman. Bu 4 ta rejim deganda korobkani rejimini, faqatgina korobkani rejimini o'zgartiradi bu narsa. Kobaltga bu narsa вообще kerak emas. Meni shaxsan bu fikrim, sababi kobaltlar Gentraga o'xshab 2,5 ming, 3 ming, 4 mingga o'tib, оборот skor almashtirmaydi. U zavodskiy holatida ham sekin haydasangiz ham o'zi tabloga qarab tursangiz, taxometr 2 ga borib skor almashtiradi. Ya'ni bularning kobaltlarning korobkasi unaqa injiq emas. Bularning korobkasini усиление qilib kuchaytirishni hojati yo'q deb bilaman. Endi hozir akamizda ham xuddi shu 4 tali rejimdagi programmani mana har xil rejimda bo'lib turadi. Lekin mana parkingga qo'yamiz. Mana gaz bitta bosib qo'yib yubordim. Mana gaz qaranglar. Agar bosganmi, o'zi bitta orqaga qaytdi, keyin yana joyiga tushdi. Yana bir boshdan. Mana gazni bosayotganmi yo'q? Mana ikkita gazovat bo'lyapti, yana qaytadi. Shunaqa holat, motor qaltirab, klaplarni qisyapti o'zi. Motion вообще не то ishlayapti, tip tashi, skor tipi almashtiradigan qo'ygan. Keyin mana parkingda D ga qo'ysa, yo R ga qo'ysa, motionda bitta talchoq berib, qo'zg'alib ketaman deydigan holatga kelib bo'lgan. Yaxshigina motor qaltirash holati, korobkani ham o'zi o'tinini chiqarib bo'lgan bu programma. Aynan bunaqa qilib o'silik qilib tashlagan bilan u yangi mashinalarga hozir yozilyapti. Itta mana xudo ko'rsatmasin, bunday holat bo'lmasin. 30 ming nari berib 30 ming mana shu nagruzka berib haydaylarga o'zi korobkani qo'llaringga topshiradi. Buni ishlash bo'yicha. Mana o'zi ko'p yurmasdan mana shu holatga kelgan birovni mehnatini ustidan yomonlamoqchi emasman. Lekin aynan men lubboyga ham aytaman, korobkani bundaqa kuchaytirib tashlashni hojati yo'q. Motorda o'zi normalniy tuning qilib, normalniy programma yozilsa, effekt shu ham ideal bo'ladi. Men oldimga misol uchun Alloh yuzim yorug' qilsin, shu kungacha shuncha mashina qilib bergan bo'lsam, hammasi davolni bu yuribdi. Biron joyi ishdan chiqib, musor chiqib ketgan yo'q, korobka yo'q, motorda musor chiqib ketgan joyi yo'q. Hammasi idealni ishlayapti. Alloh oxirgacha yuzimizni yorug' qilsin. Men nima demoqchiman bu gapim bilan? Bu keraksiz narsaga xarajat qilib qo'ymanglar. Korobkani o'silik qildirmanglar. Motorga normalniy programma yozdiringlar, tamom. Lekin menga faqat bir xil savol berishadi. Aka, shu programma qanaqa, fikringiz qanaqa? Birodar, programmasi qanaqaligini men ko'rmasdan javob bera olmayman. Hamma xohlagandek qilib yasaydi, o'zini ideyasiga qarab yasaydi. Birodar, programmasini ko'rmasdan, bilmasdan yomonlanmayman, unga fikr bildira olmayman. Lekin aynan mana shu programma, mana o'sha 4 ta rejimda ishlaydigan, mana shu hozirgi kelgan moshindagi programma 100% korobkani ham, motorni ham dabdalasini chiqarib bo'lgan. O'zi musor, qip-qizil musor narsa tiqilganligi uchun motor ham korobkani вообще не то ishlab tip tashibdi, motor ham qaltirab o'tibdi. O'zi buni normalniy programma yozaman, korobkani ham normalniy qilaman, natijasini doposli qilib, akamiz bilan bitta video obzor qilib ham qo'yib beraman xudo xolasa. Xullas, ishlarimizni bitirib bo'ldik. O'sha 4 ta rejimli programmani batamomiga korobkadan ham, motordan ham hammasini olib tashlab, gazlarni, semeslarini ko'ryapsizlarmi? Ko'k chiziq benzin, gazdagi, qizil chiziq benzindagi birga bir 4 pakalayna Yevropa gazi ham birga bir semeslargacha ideal qilib to'g'irlab, motorni ishlashlari chotki, mana neytralli gazni polikacha bosib turing-da. Bosib turavering. Polikacha 3,5 mingdan o'tmaydi. Ограничениyalar joyga qo'yilgan holatda, o'sha 4 ta rejimli programmadan voz kechgan holatda motorni qaltirashlarini yo'q qildik. Tipe turadi, skor almashtiradiganda talchoq berib almashtirib turadi. Bu narsalarni yo'q qildik. Benzinda ham talchoq bor edi, gazda ham talchoq bor edi. Shu narsalar yo'q bo'lib, mana endi akamiz bilan haydab bitta haydayinchi aka. Mana o'zi haydab, o'zi ko'rdi, endi spesialniy sizlar uchun yana bir bo'lsa haydab ko'rsatyapmiz. Akamiz bilan o'zlaridan oziqlarini eshitamiz. Aka, nima bo'lib, ochig'ini aytavering, xafagarchilik yo'q. Dangan boshqa xafa edi motor. Zo'r bo'ldi hozir. Motorda qaltirash tipi, skor almashtirayotganda talchoq berib almashtirib shunaqa qilyapti, to'g'rimi? Motor qaltirayotdi. Bug'ilib tortolmay boshqa hozir ancha o'zgardi. O'zi mana u rejimni olib tashladim, ikkitali rejim, 2 rejimli programma qilib berdim. Mo'shinda hozir qanday yoqdimi siz? Didingizni oldim, muhimi. Zo'r bo'ldi. Natija yaxshi, ha? Taklif qilasiz boshqalarga ham. Taklif qilamiz, lekin 4 ta programma umuman o'rnatmayman. Sizlarga maslahatim. Yo'q, u 4 talikni ham mana misol akalar, mantiqda tushuninglar-da sizlar. Misol mana Xobaga ham aytdim, Jizzaxda nima ko'p, somsa qiladigan joy ko'p. Lekin hamma somsaxonalar choyxonadaylar. Hammasi bir xil qilinmaydi-ku. Masalliq hamma har xil ishlatadi. Bir xil xamirini qalin qilib yuboradi, bir xil piyozini ko'p qo'shib yuboradi. O'shanda hamma ham programma qilgan bilan, lekin uni me'yori bo'lish kerak.
Mana misol hozirgi holatda Cobalt'imizni hozirgi me'yoriga qo'yib berdim. Maqsad bu yerda pul ishlash bo'lib qolmasin, marketing bo'lib qolmasin demoqchiman. Misol men programmamni duch kelgan odamga reklama qilib, skidka qilib, duch kelgan odamga yozib bermayman. Misol bir xil klientlar keladi, boshqa narsa bilan, masala bilan keladi, o'zidagi programmasi даже zavodskoy programma turgan bo'lsa ham, men programmamni prilagat qilmayman. Sabab o'sha zavodskoy programma ham yaxshi o'zini asli, o'zini zavodskoy programmasida yurish ham yaxshi, faqat gaz qo'yilgandan keyin bo'g'iladi. Bir xillarga o'sha bo'g'ilishi ham bilinmaydigan odamlar bor, ularga prilagat qilmaslik kerak. Sabab shu yurishi ham ma'qulmi? Ben nima qilaman, marketingga mana yerda hozir o'zimni tovarimni o'tkazish uchun boshqa birovni shuqqa tarvarishni xohlamayman. O'shanday boshqa ustalarga ham mana misol ko'p turgan bo'lsa, mana 4 talik rejimda natijasi bilan mana 2 talik rejimda farqini ko'rsatib berdim sizlarga. Birovni mahsulotini yomonlashda emas. Bu yerda maqsad nima bo'lyapti? Bu yerda mana bu korobkani kuchaytirib tashimaylar, hamma narsa me'yori kerak demoqchiman. Bu rejimni o'zgartirishga ketmayapti gap. Hamma narsani me'yor qilinsa, korobkani usilit qilishni tavsiya qilmayman. Motorda normalniy programma qilinadi. Korobka o'rtacha programma qilib qo'yilsa bo'ldi, 4 ta 5 ta rejim qilib, mers bo'lib qolmaydi, yo'lmasa 2 tur motor bo'lib qolmaydi, 1.5 motor. O'shaning uchun programmani o'zi reklama qilyaptimi, sal uzoqlashaveringlar. U programmani tushunmaydigan odam duch kelganiga programmani reklama qilishni boshlaydi. Bizda unaqa emas. Bizda misol bitta mashina keldimi, o'zini aka misol bitta klient kelib nimadir jalbi bilan kelsa, o'sha jalbisini hal qilib beramiz, lekin programmani hech qachon birovga prilagat qilmaymiz. Ma'qul kelsa, yurish yoqmay qolsa, o'shanda qilib beramiz. Yurishi ma'qulmi, o'zlaringizga tegishtirmaylar. Zavodskoy programmada yuribdim, o'shanda ham yuraveringlar. Hech qanaqa ziyon yo'q. Lekin muhimi bunday haram qilib motorni ham, korobkani ham kuchaytirib tashib, qo'shimcha xarajatga tushib qolmaganlaringdan ko'ra, mana shu zavodskoyda yurganlaring ma'qul. Yo'llaring sog' bo'lsin, charchab qolmanglar.